Assalomu alaykum hammaga. Vodiy Motodan olingan motorollerimiz 3,5 tonnalik samosvalli variantida 1-2 oy bo'lgan olganimizga ishlatib ko'rib, video qilib tashlab qo'yadigan maqsadda olib qo'ydim. Xohlasa hamma joyda biror yerda hali o'tkazib berib ishlamay qolgan joylar yo'q. Xohlasa ishlab turibdi. Aytilgan yuk ko'taryapti, aytilgan manzilga boryapti. Xohlasa oladigan odamlar bo'lsa behijolat, o'ylanmasdan olsalaring bo'laveradi. Bunday ishlab turibdi mana. Avariyalargacha, pоворotlargacha. Mana jarayoni. Bo'ltlar o'zi ochilarkan.